liboslar juda yarashadi. Men milliy liboslar kiyishni yaxshi ko'raman. Onamning milliy libos kiyishi bilan faxrlanaman. Menga o'zbekona o'zimizning do'ppilar yoqadi. Darslarni qo'shiqlar, raqslar va ko'tarishchi kayfiyatda o'tadi. O'quvchilarim, sizlarga ushbu darslarimiz yoqadimi? Zahiriddin Muhammad Bobur o'zining Boburnoma asarida havosi mo'tadil, suvi musaffo deb qaysi joyda ta'rif beradi? Javob biz kelishi Marg'ilon deb. Javob qabul qilindi. Guruhning savoli: Arab alifbosini isloh qilish yo'lida qanday asar yozgan? Arab alifbosini isloh qilish yo'lida Bobur o'zining Boburnoma xatti Boburiy deb nomlagan. Xonzoda Begim Zahiriddin Muhammad Boburning opasi, Temuriy malikalardan biri hisoblanadi. U tarixda ham sabr toqatli, vatanparvar, or-nomusli ayol timsolida ukasi taqdiri uchun kuyunchakligi va yurt tashvishida aks etadi. Uning boshidan og'ir sinovlar kechadi. Siyosiy kurashlar sabab ukasidan ayrilish, dushman qo'liga tushish kabi achchiq taqdirni boshidan kechiradi. Inim, boshingizni egmang. Agar bu qurbonlik yurt uchun bo'lsa, men rozimen. Yurtni yovlardan himoya qiling. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay. Mendan nima qolar? Ikki misra she'r. Ikki sandiq kitob, bir uyim tuproq. Odamlar ortimdan nima desa der. Men seni o'ylayman, o'zimdan ko'proq. Lola lola jonim, lola qizg'aldoq. Men ketsam yomondan yiroq bo'l ohu, chunki sen chiroyli, ko'rkli bir juvon. Yomon kunlar bir kun yaxshi bo'lar u, yomon odam yaxshi bo'lmas hech qachon. Yasha chegarada turgandek ogoh, lola lola jonim, lola qizg'aldoq. Mendan nima qolar? Ikki misra she'r. Ikki sandiq kitob, bir uyim tuproq.
Odamlar ortimdan nima desadir, men seni o'ylayman, o'zimdan ko'proq. Lola lola jonim, lola qizg'aldoq. Men ketsam yomondan yiroq bo'l ohu, chunki sen chiroyli ko'kli bir juvon. Yaxshi kunlar o'tar, yaxshi Mendan nima qolar ikki misra she'r, ikki sandiq kitob, bir uyum tuproq. Odamlar ortimdan nima desadir, men seni o'ylayman, o'zimdan ko'proq. Lola lola jonim, lola qizg'aldoq. Men ketsam yomondan yiroq bo'l ohu, chunki sen chiroyli ko'kli bir juvon. Yomon kunlar bir kun yaxshi bo'lar u, yomon odam yaxshi bo'lmas hech qachon. Yasha chegarada turgandek ogoh, lola lola jonim, lola qizg'aldoq. Garchi zug'um qilganlarni kechirmadim, she'r yozdimu bo'lak ishni qotirmadim. Tilim turib o'z tilimda gapirmadim, bir eslasam eziladi bag'ri dilim. Ona tilim, kechir meni, ona tilim. Onam erkam deb quchganda tunlar yerim, erkim yo'q deb zir qilardi bir joylarim. Parovozni hansratgan bug'doylarim, oltinlarim, madonlarim, ipaklarim. Ona tilim, kechir meni, ona tilim. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay.
Hozirgi kunda maktabimizda 7 nafar maktab bitiruvchilari oliy ta'limga oldindan kirish baxtiga muyassar bo'ldi. Bizning maktabimizni bitirib, jamiyatimizda o'rin topgan o'nlab shifokorlar, injener texnologlar, dasturchilar, ishbilarmon tadbirkorlar va yuzlab pedagog kadrlar hayotimizga qarab ijodkorlik ko'rsatmoqdalar. 2 nafar oqoqni tabiiy yaratgan olimlarimizning maqtanalari haligacha sifatli taomi uchun qo'llanib kelmoqda. Maktabimizda eng qaynoq yangilik bizning maktab qayta qurish dasturiga tushirilgandir. Endi biz ham yangi, zamonaviy, go'zal, har tomonlama qulay maktabda ta'lim olamiz. Maktabim, men senga jon fido ayla. Bilim quchog'ingda bir umr qolsam, maqsadim barchaki ilmlaringni shu kichik qalbimga sig'dira olsam. Nihol kamon dastidan zal faollariga salom.